Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Eron dushman energetikasini yo'q qilish bilan tahdid qildi. Tramp har hafta o'tgan sari tobora umidsizlanib bormoqda. Eronning kuchli zarbalari Isroilda og'ir oqibatlarga olib keldi. O'zbekistonda oltin qazib olish hajmi rekord darajaga ko'tarildi. Ramazon oyida tana tozalanadi, ovqatlanish tartibi o'zgaradi. Shu davrda vulkan qabul qilish yanada foydaliroq bo'ladi. Mahsulot ta'siri yana ham tez bilinadi. Tunda tez bezovtalik, peshob chiqarish muammolari, achishish, og'riq va tahorat buzilish holatlari tez va samarali davolashga yordam beradi. Hoziroq bizning nomimizdan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Mahsulotni yetkazib berish mutlaqo bepul. Eron dushman energetikasini yo'q qilish bilan tahdid qildi. IRIB ma'lumotiga ko'ra, Eron qurolli kuchlari vakili Xotam al-Anbiya neft inshootlariga qilingan hujumlarga javob sifatida dushmanning barcha energetika infratuzilmasi yo'q qilinishini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, bu bayonot Eron janubidagi yoqilg'i energetika obyektlariga zarba bergan tomonlarga ogohlantirish hisoblanadi. Tramp har hafta o'tgan sari tobora umidsizlanib bormoqda. Birinchi hafta biz yutdik, ikkinchi hafta biz g'alaba qozonmoqdamiz, uchinchi hafta bizga yordam kerak, to'rtinchi hafta hech kim bizga yordam bermayapti, lekin haqiqat shundaki, bizga siz kerak emassiz. Eron Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar aholisini ogohlantirdi. AQSh va Isroil tomonidan Eronning janubiy Parsdagi neft obyektlariga berilgan zarbalar ortidan Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar aholisiga murojaat qildi. Bayonotda ushbu davlatlar fuqarolari xavfsizlik nuqtai nazaridan neft obyektlaridan uzoq turishga chaqirilgan. Eronning kuchli zarbalari Isroilda og'ir oqibatlarga olib keldi. Yaqin Sharqdagi vaziyat yanada keskinlashdi. Eron tomonidan Isroilga nisbatan yirik raketaviy hujum amalga oshirilgani rasman e'lon qilindi. Bu amaliyot Ali Larijonining o'limiga javob sifatida baholanmoqda. O'tkazilgan harbiy operatsiya haqida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi ma'lumot berdi. Eronning Tasnim agentligi tarqatgan bayonotga ko'ra, hujumda zamonaviy va yuqori qudratli raketalar qo'llanilgan, jumladan bo'linadigan jangovar qismlarga ega bo'lgan Xorramshahr 4 va Qadr raketalari, shuningdek Emat va Shekan majmualari ishga solingan. Tehron rasmiylari ta'kidlashicha, operatsiya doirasida Isroil hududidagi 100 dan ortiq strategik obyektlar nishonga olingan. Bu esa hujumning miqyosi va jiddiyligini yanada yaqqol namoyon qildi. Fars agentligi manbalariga ko'ra, tungi hujumlar Isroil uchun so'nggi yillardagi eng og'ir va murakkab kechalardan biri sifatida baholanmoqda. Mamlakatning markaziy va shimoliy hududlarida kuchli portlashlar sodir bo'lgani, raketa qoldiqlari tushgani qayd etilmoqda. Bu holatlar yirik yong'inlar, elektr ta'minotida uzilishlar va jiddiy vayrongarchiliklarga sabab bo'lgan. Ayniqsa mamlakat shimolidagi vaziyat ancha xavotirli deb baholanmoqda. Chegaraga yaqin aholi punktlaridagi mahalliy hokimiyat vakillari hukumatga murojaat qilib, holat keskin yomonlashayotganini bildirgan va himoya choralarini zudlik bilan kuchaytirish zarurligini ta'kidlagan. Manbalarga ko'ra, agar tezkor tarzda qo'shimcha resurslar ajratilmasa, hokimiyat yaqin kunlarda aholini ommaviy evakuatsiya qilishga majbur bo'lishi mumkin. Ayni paytda Isroil rasmiylari yetkazilgan zarar hajmi yoki jabrlanganlar soni haqida aniq ma'lumot bermagan. Shu bilan birga mintaqadagi geosiyosiy vaziyat yanada murakkablashib borayotgani va bu qarama-qarshilikning yangi bosqichga o'tish ehtimoli ortib borayotgani qayd etilmoqda. O'zbekistonda oltin qazib olish hajmi rekord darajaga ko'tarildi. Ma'lum qilinishicha, mustaqillikning dastlabki 25 yillik davrida oltin qazib olish hajmi 63 tonnadan 87 tonnaga, ya'ni 24 tonnaga o'sgan bo'lsa, so'nggi 9 yilda bu ko'rsatkich yana 31 tonnaga ko'paydi. Shuningdek, prezident O'zbekiston tog'-kon sanoatiga 10 milliard dollar miqdorida xorijiy sarmoya kiritilganini ma'lum qildi. Ushbu rivojlanish mamlakatning oltin ishlab chiqarish sohasidagi salohiyati va investitsiya imkoniyatlarini yanada kuchaytirdi. Bu esa iqtisodiyotdagi barqaror o'sish va mamlakat qimmatbaho resurslarini samarali foydalanish uchun katta imkoniyat yaratadi. Isroilning Haaretz nashri Tramp Eron rejimi bilan urushda oxirigacha borishga qaror qilganini xabar qildi. U endi maslahatchilarning maslahatlariga quloq solmayapti va dunyo uchun qiyin kunlar yaqinlashmoqda. Eron AQSh va Isroilga qarshi yangi turdagi qurollardan foydalanmoqchi. Eron armiyasi AQSh va Isroilga qarshi amalga oshirilayotgan operatsiyalarda ilgari qo'llanilmagan yangi turdagi qurollardan foydalanishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Eron armiyasi vakili Muhammad Akraminyaning ta'kidlashicha, yaqin kunlarda harbiy harakatlarda yangi qurollar ishga solinadi. Kelgusi kunlarda ilgari qo'llanilmagan qurollardan foydalanamiz, dedi Akramiya mahalliy CNN telekanaliga bergan intervyusida. Eslatib o'tamiz, 28 fevraldan boshlab AQSh va Isroil
Isroil Eron hududidagi obyektlarga zarbalar berishni boshlagan. Tehron esa bunga javoban Isroil hududiga hamda Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy obyektlariga zarbalar bermoqda. Shu tariqa tomonlar o'rtasidagi harbiy qarama-qarshilik yangi bosqichga o'tib, vaziyat yanada keskinlashmoqda. Rossiyadagi migrantlar uchun shoshilinch xabar. Davlat dumasi migrantlarning Rossiyada ishlashi uchun talablarni kuchaytiruvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Ularning farzandlari 18 yoshga to'lgandan so'ng Rossiya Federatsiyasidan chiqib ketishlari yoki 30 kun ichida patent olishlari shart bo'ladi. AQSh boshlagan urush global ocharchilik xavfini kuchaytirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, agar Eron bilan urush iyungacha davom etsa, o'ta og'ir ochlikdan aziyat chekuvchilar soni 45 millionga oshib, jami 319 milliondan oshishi mumkin. Butunjahon oziq-ovqat dasturi vakili Karl Skau urush gumanitar yo'laklarni to'sib qo'ygani, yuk tashish xarajatlari 18% ga oshgani va yordam yetkazish kechikish haqida ta'kidladi. AQSh va Isroil Eronga qarshi psixologik urushni boshlayapti. Isroil tomonidan Basish qo'mondoni general G'ulom Rizo Sulaymoniy hamda Eron Oliy milliy xavfsizlik kengashi kotibi Ali Larijoniy yo'q qilingani haqida xabarlar tarqatildi. Shu o'rinda savol tug'iladi: agar urushning birinchi kunidagi shunday urinishlar kutilgan natijani bermagan bo'lsa, nega bu taktika yana qo'llanilmoqda? Bu kabi nishonli yo'q qilishlar ortida quyidagi maqsadlar bo'lishi mumkin. Muzokaralar uchun sharoit yaratish, hozirgi qat'iy pozitsiyadagi rahbarlarni chetlatib, ular o'rniga zaifroq va boshqariladigan shaxslarni keltirish, mavjud rahbariyatni jazolash, AQSh va Isroilga qarshi ochiq qarshi turish uchun bosim o'tkazish, axborot va psixologik muhitni o'zgartirish, Benyamin Netanyahuning o'limi haqidagi mishmishlar ortidan kelib chiqqan salbiy fonni bartaraf etish. Bu harakatlar faqat harbiy emas, balki axborot va psixologik frontda ham bosimni kuchaytirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston Afg'onistonga 290 tonna hayitlik yubordi. 18 mart kuni O'zbekiston Respublikasi nomidan Afg'oniston xalqiga 290 tonnadan ziyod insonparvarlik yordami yetkazildi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur ezgu tashabbus Ramazon hayiti munosabati bilan afg'on xalqini qo'llab-quvvatlash hamda ikki mamlakat o'rtasidagi yaqin qo'shnichilik va do'stona munosabatlarni yanada mustahkamlash maqsadida amalga oshirilgan. Umumiy og'irligi 290 tonnadan ziyod bo'lgan insonparvarlik yuki un, guruch, bug'doy, o'simlik yog'i, tez tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari, makaron, qandolat va boshqa turdagi mahsulotlardan iborat. Insonparvarlik yukini rasman topshirish marosimi Hayraton shahrida bo'lib o'tgan. Marosimda so'zga chiqqan Balx viloyati gubernatori o'rinbosari Mavlaviy Abu Idris, Tashqi ishlar vazirligining Balx viloyati bo'linmasi rahbariyati, shuningdek Hayraton shahar hokimligi vakillari O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga afg'on xalqiga doimiy yordam ko'rsatib kelinayotgan e'tibor, g'amxo'rlik, amaliy qo'llab-quvvatlash va birdamlik uchun samimiy minnatdorlik bildirgan. Tadbirda shuningdek O'zbekistonning Afg'onistondagi favqulodda va muxtor elchisi Oybek Usmonov hamda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov ishtirok etgan.